Assalomu alaykum. Bugungi o'tadigan harfimiz ayn harfi. Harf yozilishini ko'rib chiqamiz. Sizga tanish holat, ya'ni g'oyn harfining nuqtasiz ko'rinishi ekan. Harf to'rt ko'rinishli. Demak, ko'p ham tushuntirmayman, chunki o'tgan darsda g'oyn harfini o'tganmiz va yozilishini ko'rib chiqdik. Aynan nuqtasi yo'q. G'oyn harfining o'zi faqat nuqtasi yo'q. Demak, so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxiri. Hop, harfi mahrajini ko'rib chiqamiz. Harfning mahraji halqum o'rtasida. Halqum o'rtasida. Tomoq bir oz siqilganda paydo bo'ladi ayn harfi. Hop, endi qaysi harfda biza tomoni ozgina o'rtasini siqib turib, ya'ni halqumni o'rtasini siqib turib talaffuz qildik, eslab ko'ramiz. To'ppa-to'g'ri. Ha harfini biza o'sha halqumni tomoni o'rtasini siqib, ozgina biroz siqib talaffuz qildik. Bizda ha yoki ah deb talaffuz qilib ha harfini chiqardik. Ana endi ayn harfidachi? Ayn harfida bunda ham tomoq biroz siqiladi va endi ha emas a. Qarang, aynan tomoni siqib turib a tovushini tomoni siqib turib etsangiz, buning uchun til ozgina orqaga borib tomoni siqib berish kerak. A harakatli holatda. A ay ay au au. Hop, endi harfi sukunli holatga keltiramiz. Harf sukunli holatda nimasi chiqadi? Sifati chiqadi. Talaffuz qilib ko'raman. Ar. Harakat qilib ko'ravering. Agar hozir o'xshamayotgan bo'lsa ham harakat qilib ko'ravering. Qaytaringchi. Ar. Yana qaytaring. Ar. Ear. Ear. Qaytaring. Ear. Or. Or. Qaytaring. Or. Yaxshi. Endi savol bo'lyapti. Ya'ni ustoz menda chiqmayapti. Nima qilsam chiqadi bu harf? Menda chiqmayapti yoki bo'lmasam harf tanigan o'quvchilarimiz bo'lsa, ularda shunaqa savol bo'ladi. Ustoz, menda oldin ham chiqmagan edi, hozir ham chiqmayapti. Albatta bu harf bizada yo'q bo'lgani uchun biza buni texnikasini yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Ya'ni tilni ozgina orqaga suring devamman. Tilni ozgina orqaga surayotganda tomoq siqiladi dedik. Ha harfida shu holatda yetdik. Endi tilni demak uchini ko'tarmaymiz, orqasini ham ko'tarmaymiz. Biroz tomoni siqish uchun tilni ozgina orqaga suramiz. Shuni natijasida tomoq siqiladi. Siqilgan yo'lakchadan a tovushi chiqadi. Endi bu tilni ozgina yurg'izish uchun yoki sukunli holatida harfi sifati bayniya bir harakat ushladim. Ar deyish uchun tilimizni tagida payla bor. Mana shunda mushaklar bor. Shu pay mushaklar tilni darrov joyiga keltirib qo'yishga harakat qilishadi. Ya'ni bu paylar bizda cho'zilmagan. Shuning uchun biz biroz mashq uchun so'zlab beramiz. Ya'ni ayiq. Qarang, ayiq emas. Ayiq. Qof harfini juda ham qattiq urib, qalqalasini kuchli qilib chiqarib talaffuz qilyapmiz. Ya'ni kuchli urib aytyapmiz. Ayiq. Bu nimaga olib keladi? Bu aynan tilingiz tagidagi paychalarni o'sha yaxshilab cho'zilib olib, harf yaxshilab turib berishiga yordam beradi. Ya'ni tilingiz yaxshilab turib beradi va bayniya chiqadi. Ar deganda tilingiz turish kerak biroz. Keyin joyiga qaytish kerak. Ana shu holatga shu ayiq so'zi yordam beradi. Yana bitta misol mashq keltiraman. Ya'ni uyingizda kattakon mana mehmon kutganda ishlar olib kelamiz-ku bozordan. Dasturxon bob deymiz, olma. Ana shu olmani postini artib tashlamaysiz, lekin ustini yuvib, quruqlab artib, shu olmani tishlamoqchi bo'lasiz. Aynan
cheese olmaga qo'yasiz. Mana bu olma bo'lsa, bu tish. Cheese olmaga qo'yasiz, lekin tishlamaysiz. Shu tishni qo'ygan joyingizda a tovushini aytasiz. Ya'ni bunda nima bo'ladi? Cheese olmaga kelganda til o'zidan orqaga qochadi va a emas a tovushi chiqadi. Bu sizga tilingizni qatga olib borishingiz kerakligi, mahrajini topib olishingiz uchun juda ham kerak bo'lgan mashq. Ana tilimni qayerga olib boraman, qanaqa qilaman degan savolingizga shu yerda javob topasiz. Demak, olma mashqi va ayiq so'zini, ya'ni ayiq so'zini mashq qilishingiz uchun mashq qilish kerak va bu sizga ayn harfini aynan mahrajidan chiqarishga yordam beradi va sifati bilan talaffuz qilishga ham katta yordam beradi. Demak, ayn harfi to'rt ko'rinishli qo'l beradi. Xuddi g'oyn harfiga o'xshaydi, faqat nuqtasi yo'q. Harfning mahraji halqum o'rtasida, aynan ha harfini mahraji bilan bir joyda. Ha harfi chiqqan o'quvchilar aynni osonroq chiqaradi deb aytamiz, chunki ha bilan aynda bir xil mahraj bitta. Va sifati bayniya. Harf ingichka, ko'pincha harfi yo'g'on deb o'ylashadi, lekin bu noto'g'ri, chunki biz fatha bilan kelganda a deb aytamiz. Ya'ni a bilan o'qiymiz, o demaymiz. Demak, til ozgina orqaga yurib tomoni siqishi natijasida a, ay, u, ar, ir, ur talaffuzini qilamiz. Endi harfi matnini o'qish uchun keyingi slaydga o'tamiz. Tayyormisiz? Boshladik. Matn o'qiymiz. A. Hozir harfingiz chiqyapti, chiqmayapti deb o'tirmang. Harakat qiling. Men oldingi darslarda ham aytdim, ya'ni inson taqlid qilishga juda usta va taqlid insonda juda kuchli bo'ladi. Ana shu eshitib, takrorlashingiz natijasida sekin-sekin harfga yaqinlashib boraverasiz. Demak, a, a, ay, ay, au, au, ar, ar. Shu yerda agar a deb qolsangiz, ko'pincha shunaqa deyishadi, bu xato bo'ladi. Chunki arablarda hamza degan harf ham bor. Sukuniy holatda u aynan a deb turtib o'qiladi. Hamza bilan bir xil bo'lib qoladi. So'zning ma'nosi yo'qotiladi. Demak, ar. Davom etamiz. Bir. Bi. Yo'q. Bi desangiz, demak, ayn umuman chiqmadi. Demak, sukunli holatda bayniyasini chiqarib, chiroyli qilib aytishga harakat qilamiz. Aynan mahrajiga tomoni ozgina siqqan holatda. Bir. 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 Yaxshi. An. An. Am. Am. Sar. Sar. Ma'a. Ma'a. Qarang, ma'a bo'lsa oddiy a bilan bo'lib qoldi, ayn bo'lmay qoldi. Endi aynan ma'a, ma'a deganingizda tomog'ingiz bir o'ynab keladi. Ana shunda tomoq bir siqilib, keyin qo'yib yuborasiz fathaga. Ma'a. Ma'a. Yaxshi. Aroba. Aroba. Ajam. Ajam. Ajab. عجب عمل عمل علم علم amal so'zi ish, kasb ma'nosini bildiradi. Demak, amal desangiz u boshqa narsa bo'ladi. Demak, amal ilmu ilm degan ma'noni bildiradi. Ilmu ilmu umru umru jam'u jam'u ja'lu Ja'lu. qarang, ja'lu bu boya aytganimdek hamzaga o'xshab qolyapti. Demak, ja'lu Ja'lu. yaxshi. Ab 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 askar
askar, aylam, aylam, Ja'far, Ja'far. Sukunli holatda yana bir xato bo'ladi. O'quvchi tilini uchini ko'tarib yuboradi. Jar, jar qilib tilni uchini ko'tarsa, u xuddi ingliz tilidagi r harfiga o'xshatib qo'yadi va ayn harfi aynan mahrajdan chiqmayotgani bilinadi ham, eshitiladi ham va talaffuz yoki so'z noto'g'ri bo'lib ketib qoladi. Demak, aynan tomoni siqishga harakat qilamiz. Halqumni o'rtasini siqishga harakat qilamiz. Ja'far, anbar, anbar, g'oynu, aynu. Ko'pincha aytishadi, ustoz, g'ga o'xshab qolyapti-yu deb. Agar tilingizni orqasini ko'tarib olsangiz, g'oyin harfi chiqadi. Ularning mahraji bir-biriga juda yaqin. Demak, ahamiyat bilan o'qiymiz. G'oynu, aynu, bag'lu, ba'lu, bag'lu, ba'lu, balg'u, bal'u, balg'u, bal'u. Endi pastdagi matnni o'qishga harakat qilamiz. Demak, a, ay, u, an, in, un, ba'a, ba'a, yabi'u, yabi'u, a'rabin, a'rabin, a'rabiyun, a'rabiyun, asha, asha, ya'ishu, ya'ishu, ushun, ushun, ashara, ashara. Arab tilida ashara so'zi 10 degan ma'noni bildiradi, ya'ni 10 raqam. Ashara, ashirun, ashirun 10-chi degan ma'noni bildiradi. Ashirun, ammun, ammun, a'mamin, a'mamin, ammatin, 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 shu'urun, shu'urun, ash'aron, ash'aron. Demak, ayn harfini mahrajidan to'g'ri chiqarishga harakat qilishingiz kerak. Buning uchun matnni ko'p o'qiysiz. Harfda 6 ko'rinish bor, ya'ni a, ay, u, ar, ir, u. Mana shu 6 ko'rinishni ko'p takrorlashingiz kerak. Va albatta, ovozlik yozuvni, ya'ni shu matn o'qilgan yozuvni ko'p eshitib takrorlashingiz kerak. O'sha boya yuqorida aytganimdek, taqlid kuchlik va shu taqlid bilan chiroyli qilib harfni chiqarib olasiz. Undan tashqari olma mashqini va ayiqqi so'zini ko'p qaytarib yuring. Agar dars qilib biroz charchasangiz, ishlaringizni qilayotganingizda, biror ish bilan mashg'ul bo'layotganingizda og'zingiz bo'sh bo'lsa, demak shu so'zlarni ko'p takrorlab yuring. Va albatta, o'zbek harflari bilan yozilgan so'zlarni arab harflariga o'girib, darslarni chiroyli, to'liq, puxta qilib, yordamchi ustozi darsiga qatnashib, keyingi darsga chiroyli tarzda tayyorlanib olishingizni so'rab qolardik. Shu bilan darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha, ma'assalama.